Amerikada ham beshi to'y qilishar ekan, faqat sal boshqacharoq. Ularda bu baby shower deb ataladi. Bizda beshi to'y bola tug'ilgandan keyin qilinsa, ularda esa bola tug'ilishidan oldin baby shower qilinar ekan. Bo'lajak ona uchun yaqin bo'lgan ayollar yig'ilib, unga chaqaloq uchun kerakli hamma narsalarni sovg'a qilishadi. Bu onaga moddiy hamda ma'naviy ko'mak berish an'anasidir. Garage sale. Hovlidagi savdo. Amerikaliklar uydagi kerakmas yoki eski narsalarni tashlab olmaydi. Ular shunday barcha kerakmas buyumlarni garajga olib chiqib, qo'shnilarga arzon narxlarda sotishadi. Va albatta bu qo'shnilar bilan bo'lgan aloqani mustahkamlashga katta yordamini beradi. Endi bizda bilsangiz kerak emas narsalar biz podvolga olib tashlaymiz yoki-da tomga chiqib ketadi. Bir kun kerak bo'lib qolar deymiz. To'g'rimi? Potluck. Bu har kim o'zi bilan ovqat olib keladigan yig'ilish. Bu asosan ishxonada, pikniklarda yoki-da do'stlar davrasida bir yig'ilishlarda sodir bo'ladigan jarayon. Bu yerda yagona inson o'z hissasini qo'shmaydi, balki har bir odam o'zidan bir ajoyib hissa qo'shadi. Toza amerikaliklarning urf-odati emas, ko'proq Yevropaga tegishli. Lekin baribir Amerikada ham bu juda ham mashhur. Va ingliz tilini mana shunday qiziqarli formatda o'rganish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.